Hammaga assalomu alaykum. Toshkent Motors filiali g'omlachilari, Navoiylik biznesmen boy akalarim. Ko'rib turgan modellaringiz Jack X200 ning yuk avtomobillari, biznes uchun ancha qulay bo'lgan modellarimiz hamda hamma narxdagi avtomobillarimiz bo'ladi. Bu modellarimizni xarakteristikasini bir boshdan tushuntirib o'taman va oxirida esa ma'lumotini berib o'tib, keyin qanday to'lov bilan olib chiqsa bo'ladi va qanday shart-sharoitlari bo'ladi va necha kun kutish kerak, shu haqida ma'lumotini ham birdan videoning oxirida berib o'taman. Xo'p, qani ketdik unda. Bu yerda mana ko'rib turganingiz Toshkent Motors avtosalonidan Jack X200 modelini Promtovar, ya'ni o'sha bartovoy turibdi. 2 atmosferni bo'ladi motoriga keladigan bo'lsa, o't kuchi 140 ni tashkil etadi bu modelimiz. Bu modelimiz rasxotga keladigan bo'lsak, rasxotni ham oxirroqda aytib o'taman. Benzin tanlamaydi, atmosferli motor bo'lgani uchun hamda metan va propanda yuriydi. Undan tashqari, mana ko'rib turganingizdek, bartovoy modelimiz ancha kengish hamda metall mustahkam, bort hajmiga keladigan bo'lsak, uzunligi 320 ga, eniga 175 bo'ladi. Orqalariga e'tibor beramiz, orqa g'ildiragi qo'sh balon bo'ladi hamda resorlik bo'ladi. Resor ham 2 pachkalik. Oldi esa mana ko'rib turganingizdek amortizatorlik bo'ladi. G'ildirak hajmi ham shunga qarab farq qiladi. Oldi 15 lik qo'yilgan, orqa 13 g'ildirak bazasi qo'yilgan. Xo'p. Mana amortizatorni ham birdan ko'rsatib o'taman. Ichkarida e'tibor bersangiz mana shu yerda turibdi, mana ko'rganingizdek. Modelimiz chotki, sotuvda tayyor, nalichida taq. Undan tashqari mana faralarga e'tibor berasiz. Elajon faralar zavodga tumangalar bilan jihozlangan. Juda bejirim ishlangan, yurishlari ancha mягкий, mashinamiz jostki emas. Yuk ko'targanda ham misol uchun otib sizni bezovta qilmaydi. Salon qismida 3 kishi o'tirib ketaversa bo'ladi. Undan tashqari 2 kishi o'tirib ketgan taqdirda ham o'rtadagi o'rindig'ining orqasida bar bor. Bar qilib foydalansangiz bo'ladi. Konditsioner pechkalari qo'yilgan, magnitofonlar qo'yilgan, zavodskiy hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Bu ham mana ko'rib turganingizdek bartovoy modelimiz. Promtovar hamda tentovka modellarimiz ham bor. Shasse modeli ham bo'ladi. Promtovarimiz esa keladigan bo'lsak, orqa tomoni mana orqasiga 9 kub yuk oladi. Bartovoyimiz 2 tonnagacha ko'tarib beradi. Kitobda 2 tonnagacha yozilgan, lekin aslida 4 tonnagacha bemalol bossangiz bo'ladi. Bu modelimiz esa 9 kub yuk oladi. O'zini yoritgichlar bilan qo'yilgan, ichki qismidan tashqi qismidan, undan tashqari ikkita eshigi bo'ladi. Biri yonboshda, biri esa orqasida bo'ladi. Qolgan hamma joylari bir xil, ichlari, ko'rinishlari hamma joylari bir xil bo'ladi. Tentovka modelimiz raskladушкalik bo'ladi, ya'ni yig'iladigan bo'ladi tentovkamiz. 2 kishi yetadi bunda, 1 kishi ham yetadi. Ortiqcha kuch talab qilinmaydi. Mana bunday havoni issiq kunlarda, oftobli kunlarda bemalol tentovkani yig'ishtirib qo'yib, bartovoyda foydalanib yursangiz bo'ladi. Gay yokilarimiz sotib sizni muammo qilmaydi. Undan tashqari yog'ingarchilik bo'lib, mana qayerdan yopib qo'yib, bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi. Ko'rib turganingiz mana bu yerda ham bartovoy modelimiz 4-pozitsiyasini aytadigan bo'lsak, 4-pozitsiyasi bu modelimizga hozirgi kunda borti bo'lmay keladi, ramani o'zi bilan. Xuddi mana shu kabinka ramani o'zi bilan keladi. Akalarimiz suyuqlik toshiyman deydigan bo'lsalar, shu ramani o'ziga bemalol bochka qo'yib o'rnatib olib tashiyversalar bo'ladi. Raman o'zimda shunday keladi, hamda narxi bulardan ancha arzonroq ham bo'ladi. Bu yerda ham qatorasiga terib tashlaganimizda mana e'tibor bersalaringiz aka, ko'rsalaringiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana ketma-ket turibdi. Nalichda, avtokreditda, rasroshka ham sotuvda tayyor. To'g'ri eshitdingiz, rasroshkasi ham bor. Shart-sharoitiga keladigan bo'lsak, boshlang'ich 50% to'lovni to'lab, qani o'zingiz ayting, qani necha oygacha? Necha oygacha qilib beramiz? 13 oygacha qilib bersak bo'ladimi? 13 oyga shunday kelasiz, boshlang'ich to'lov 50% ni to'lab mashinani olib ketasiz, qolganini o'zini tanini befoizla bo'ylab to'lab boraverasiz. Ustiga foiz minmaydi. 13 oyga shunday to'lab olib ketasiz bo'ldi. Mashinani to'lovini qilingiz, mashinani yarim soat ichida nomingizni rasmiylashtirib olib ketsangiz bo'ladi. Minib ketaverasiz. Oylab kutar yo'q bizda, kunlab oylab kutar yo'q. Kelingiz bir kun ichida mashinani xalq topshirib qo'lingizga beraveramiz, minib ketaverasiz uzoq bilan, yarim soat ichida mashinani olib ketasiz. Mana ko'rib tursiz, qatorasiga Hasan-Husan modellarimiz turibdi. Ajoyib va bu modellarimizda original bo'lgan ehtiyot qismlari hamda servis xizmatlari bor. Mana ko'rib tursiz, ana bu yerda servis garantiya knishkalari ham bor. Garantiyalargacha polnamasini o'zimiz yozib beramiz. Bemalol kelasiz, mashinani ko'rib, haydab ko'rib, test drive'lari ham bor. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mashinani bemalol olib ketaverasiz. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu modelda kim qanday biladi? Misol uchun ma'qulmi, qanday mashin? O'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Boshqalar uchun albatta qiziq bo'lmadi. Misol uchun shu mashinani egasi bo'lsangiz, ham yozib qoldiring. Qanday kamchiligi bor, bo'lmasa qanday qulayliklari bor. Oladigan mijozlarimiz uchun, kuzatib borayotgan obunachilarimiz uchun bu anchalik foydali bo'ladi.
Like va kommentariyani kutib qolaman, lekin obuna bo'lmasam bizlarni kuzatayotganlar ancha ko'p ekan. Obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi bu keng tarqaladi hamda foydali videolar O'zbekiston bo'yicha keng tarqaladi. Keyinchalik mana shu mashinalarni qidirib yurgan akalarimiz uchun topishlari oson bo'ladi degan maqsadda obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Bu videoni uzatib qo'ysangiz ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana aka-ukangiz so'rayaptimi yo qarindoshlar so'rayaptimi? Videoni uzatib qo'yishim esingizdan chiqmasin. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol yana avtosalonning tashrif buyurib mashinani haydab ko'rsangiz bo'ladi. Obuna, like, kommentariy kutib qolaman. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.